Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Mana ikkinchi darsimizni ham boshlab oldik. Men Photoshop bo'yicha. Demak, ikkinchi darsimizda nima o'rganamiz? Instrumentlar haqida to'liqroq ma'lumot olamiz, keyin уже professional faqat qiladigan ishlarimizga o'tib ketamiz. Ya'ni, umuman olganda faqat realniy ishlar bilan, proyektlar bilan ishlaymiz. Masalan, mana bunaqa oddiy yo'lda hozir har xil mana bunaqa vizitkalar, har xil narsalarni, ya'ni obyektlarni, proyektlarni qilib ishlab, ish davomida ko'rib ketaveramiz. Endi birinchi qiladigan ishimiz hozir fayl ochib olamiz. Ctrl N tugmasini bosib, 20 ga 30 o'lcham olaman o'rtacha. Doim 300 razрешение bo'lishi kerak. Ya'ni bu keyin RGB holatda RGB va SMIC ishlatiladi. SMIC esa bannerlarga, keyin poligrafiya, ya'ni flyerlarga, bannerlarga RGB ishlatiladi. 4 talik rangda. Mana bu esa RGB 6 talik rang ishlatiladi. Demak, bu yerda 3 talik rang bo'lgan bilan RGB red, green, blue bo'lgan bilan yo'qda printerlarda pechat berilganda 6 talik rangda pechat beriladi. Endi 3 talik rang deb aytib ketaveramiz. RGB demak 300 razрешение. Bu yerda 20 ga 30 o'lcham xohlaganini o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu yerda santimetr yoki millimetr qanchalik aniqlik kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan, ko'proq aniqlik kerak bo'lsa, biz millimetrga olamiz. Masalan, 305 millimetr kerak bo'lishi mumkin bizga. Shuning uchun 30 nuqta qilib o'tirmaymizda, millimetrga olsak tez ketadi. Mana bunaqa nuqta, virgul yozib o'tirmaymiz. Agar juda ham zarur bo'lmasa, bunaqa o'lchamda, mayda o'lchamda aniqlik shart bo'lmasa, demak 20 ga 30 o'lcham olib ketaveramiz. Hozir namuna uchun ishlaganimiz uchun 20 ga 30 o'lchamda ishlab ketyapman. Sozdati bosamiz, mana fayl ochib oldik. Endi birinchi instrumentimiz mana qanaqa buni qimiratyapman. Bitta ish mana bu faylni o'zini. Demak, bu mana birinchi V tugmasini bossangiz, V harfida mana bu ustiga o'tsangiz ko'rinadi. Mana V harfi. V ni bosamiz va bu V ni bosganda, ya'ni probel tugmasi bor. O'sha probel tugmasini bosib turgan holatda o'zgartirsak bo'ladi yoki H tugmasi, ya'ni qo'l belgisi bor edi bu yerda. Qo'l belgisi bor. H da bosadigan bo'lsak, buni o'zgartirsa bo'ladi. Keyin bu Ctrl K tugmasini bosib, bu yerdan nimalarni, instrumentlarni joylash nastroykasini, Photoshopda nastroykasi bu. Nastroykasidan to'g'rilab olsak bo'ladi. Masalan, bu yerda ranglarni o'zgartirsa bo'ladi. O'zingizga xohlagan rangda 4 xil rang bor ekan, o'sha ranglardan foydalansangiz bo'ladi. Ko'p o'zgartirilgan narsalar bor, o'zgartirsa bo'ladi, lekin juda ham menimcha kerak emas. Men o'zimga yoqqanisi ma'qul, o'zingizga ma'qulni qo'yib ishlatib ketaverasiz. Keyingisi mana bu yerda masshtabda mana bu, ya'ni nima uchun bu joyni ochdi? Mana bu yerdagi funksiyalarni yoqib qo'ysangiz, mana bunaqa sichqonchani o'rtasida dumaloq yurgizadiganda, tepaga pastga qiladigan yurgizsangiz, mana shunaqa uzoq yaqin bo'ladi va sichqonchani bosadigan bo'lsangiz, mana bunaqa holatga o'zgaradi, qo'lga bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Yoki aytganimdek, H tugmasini bosib o'zgartirsangiz bo'ladi. Sichqonchani chap tugmasini bosib yurasiz bemalol. Keyin probelni bossangiz ham o'sha holatga yetadi. Masalan, V da turibdimi, sразу probelni bosib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni bu garaj klavishlar hisoblanadi. Asosiy garaj klavishlar kerak bo'ladi mana shunday holatlarda. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa bitta shablon olib olamiz, o'zimizga kerak bo'ladigan. O'sha ishimiz kerak emas. Buni internetda ikkitagina shablon olib qo'yganmiz, namuna. Nima uchun? Hozir ishlarimizda, qiladigan ishlarimizda instrumentlar haqida ma'lumot beriladi hozir. Bu prosta mana shu shablonlar orqali ko'rsatib tushuntirib ketamiz. Demak, birinchi instrument tushuntirdik. O'tgan darsda mana bu montajni oblast haqida ham ma'lumotlar berib o'tdik. Tushuntirib o'tgandik. Montajni oblast mana qilib ochib olib ishlab ketsak bo'ladi. Ctrl Alt Z ni bosib orqaga qaytib olamiz va endi ikkinchisi mana bu belgilab olish. Bu ya'ni o'sha joyda o'zingizga kerak joyda kesib olish uchun belgilab olsangiz bo'ladi. Belgilab olib kesasiz. Ctrl X ni bosib, hozir bu smart obyekt bo'lib turganligi uchun, smart obyekt holatda bo'lgani uchun belgilab M bilan belgilab kesa olmadik. Ctrl N ni bosamiz, Ctrl G
uzr, Ctrl J ni bosib ikkita birlashtirib yuboradigan bo'lsak, bu Smart Object holatidan o'tadi. Endi bemalol M ni bosib, Ctrl X, Ctrl V qilib ko'chirib olsak bo'ladi. Ctrl X, Ctrl V. Mana bemalol ko'chishda V ga o'tkazib qo'yamiz buni. Nimagadir ashib qoldi mana. Bemalol shunaqa o'zgartirsak bo'ladi. Ctrl K, Ctrl V. Endi buni kolesо, ya'ni oblastni tak instrument avalniy desak ham bo'ladi. O'sha aval ellips deymizda, buni ellips desak bo'ladi. O'sha holatda ham kesib olsangiz bo'ladi. Xohlagan domaloq, keyin alt, mana e'tibor bersangiz, alt tugmasini bossangiz ikki tomonga, ya'ni to'rt tomonga bir xil kattalashib ketadi. Agar alt bilan shift bosadigan bo'lsangiz, standart domaloq, ya'ni radiuslari bir xil tartibda kattalashadi. Mana tushuntirib oldim degan umiddaman. Bu instrument bilan ham tanishib oldik. Keyingisi bu o'lcham. Ya'ni o'lchamlarni olib bemalol qirqib, o'zingizga moslashtirib, printerdan pechat berayotganingizda mana shu instrument, ya'ni C harfi juda ham zarur bo'ladi, chunki juda ham kerakligi. O'zingizga kerak o'lchamda chiqarmasangiz, u A4 qog'ozda sizga A4 format kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki 10 ga 15 o'lchamda chiqarib qo'yishingiz mumkin. 30 ga 40 o'lcham kerak bo'ladigan bo'lsa, 20 ga 30 o'lcham. Umuman o'lcham olish uchun bu kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu joydan shirina, ya'ni en balandligi, bo'yi va enini belgilab olasiz. Mana bu esa o'zgartiradi. Masalan, 20 ga 30 deb yozsak, mana bu o'zgartiradi. Ikkalasining o'lchamini o'zgartirsa bo'ladi va o'ng tugmasini bosib, hozir mana bunaqa holatga keltirib, o'ng tugmasini bu hozir mana o'zgarib qolibdi. Mana bunga o'tkaza olamiz. Mana shuni holatda o'zgartirsangiz bo'ladi. Chunki bunda tanlash imkoniyati bor. Bularda o'zlari avtomatik kiritib qo'yilgan. O'zingiz kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi bu yoqda. Mana новый deb qo'yibdi. Yangi kiritsa bo'ladi, lekin mana o'zimiz kiritib, mana bu o'lcham bizga kerak bo'lsa, o'sha kerak o'lchamda saqlab olish uchun mana bu joyga bosamiz va добавить degan joyga bossak, mana o'zimizga kerak o'lcham, mana buni 100 deb qo'yaylik. 100 mm ga 150 mm qilamiz. 300 razрешение turadi. Mana teskarisiga qilamiz. Mana sterilgan bosadigan bo'lsa, o'rnini almashadi. Bosib qo'yamiz va bu o'lchami xuddi shu o'lchamga o'tdi. Mana bu yerdan ko'rsa bo'ladi. Mana 150 ga mana yondagi o'lchamlar. Tak mana 150 ga 100 o'tdi va bu o'lcham bizga doim ishlatadigan bo'lsak, bu o'lchamni saqlab qo'yamiz. Ya'ni mana bu yerga o'tib, plus tugmasini bosib, mana 100 ga 50 hammasi yozilgan. Okta bo'lsa, уже tayyor. Endi уже bizga doim qachondir kerak bo'lsa, o'sha o'lcham, o'sha C tugmasini bosib va o'sha yerga shunday kiradigan bo'lsa, bo'ldi, mana tayyor. Keyinchalik foydalanib ketaveramiz. Men hozir vizitgan o'lchamlarni kiritib qo'yibman, prosta mana shu o'lchamda tayyorlasak bo'ladi. Demak, bu ketdi. O'zingizga kerak bo'ladigan o'lchamlardan bemalol foydalanib ishlatsangiz bo'ladi. Endi Ctrl Alt Z ni bosib orqaga qaytib qo'yamiz. Mana bu obkasiga yaqinlashtirib, birlashtirib qo'yadi. Endi keyingisi, buni orqasini rangini nima qilamiz? Yashil rangga o'tkazib qo'yadigan bo'lsak, yaxshiroq bo'ladi. Mana buni ham shunaqa qilib Ctrl J ni bosib birlashtirib olsak ham bo'ladi. Keyingisi, mana bu belgisi o'sha joyda belgilab, xuddi maskaga o'xshab belgilab oladi. O'zingizga kerak joyini olasiz. Endi keyingisi, mana bu ya'ni blur beradi desa ham bo'ladi bu. Razmiti. Bu rescast. Mana o'tkirlashtiradi. E'tibor bersak, mana shu bolaning yuzidan sinab ko'ramiz. E'tibor beradigan bo'lsak, ko'zini. Mana 50 ta 100% qo'yaylik. Tezroq ko'rinadi bizga. Yo'ldonoqqa yaxshi bilinmayapti. Hamma endi yaxshi bilaman. Obrazes Postloyev
e'tibor beryapsiz, mana xiralashtirib yuboryapti. Endi mana Ctrl Alt Z bilan orqaga qaytib o'tirmasdan, Ctrl Alt Z bosmasdan qaytishni xohlasangiz, bemalol mana bu okno bo'limiga kiramiz va okno bo'limidan istoriya bo'limiga ochamiz. Istoriya bo'limini ochamiz va bo'limdan mana shu teparoqqa chiqadigan bo'lsak, mana bu yerga olib keladigan bo'lsa, уже yo'q. Yana pastroqqa tushadigan bo'lsak, yana o'sha holatga qaytib keladi, yana qilingan ishlar. Ya'ni qilgan instrumentlardan foydalanganingizni bu ko'rsatib turadigan istoriya bo'limi. Biriktirib qo'yamiz. Buni ham bu yoqqa biriktirib qo'yamiz va endi bizga buni ikkinchi instrumentga o'tamiz. Ya'ni bu o'tkirlashtiradi, ya'ni tiniqlashtiradi. Agar juda ham ko'p ishlatilsa, kuydirib olgan holatga keltiradi. Bu rasmlarni tiniqlashtirish uchun qisman ishlatiladi, doim emas. E'tibor beryapsiz, mana kuydirib olgan holatga olib keladi. Lekin masalan rasmlar uchun ishlatiladi kamdan kam. Mana bu общий hamma rasmni tiniqlashtirmoqchi bo'lsangiz, ozgina 1-2 marta bossangiz, mana o'sha farqi sezildi mana. Birinchi holat mana buni hozir ko'rsak, istoriya bo'limiga o'tib, tekst svойства. Istoriya bo'limiga ko'radigan bo'lsak, mana birinchi holatdagi rasm, mana bu oxirgi holatdagi rasm. Farqini ko'ryapmiz. O'shaning uchun tiniqlashtirish uchun ishlatiladi. Endi bu ham ketdi. Keyingisi esa bu rasmlarni masalan ozroq kostyumlarga nisbatan ishlatilishi mumkin. Mana yoqalari sal o'zgartirish mumkin. Ba'zi holatlarda ishlatiladi. Doim endi joyiga qarab ishlatiladi hamma instrument. O'shaning uchun vaziyatga qarab ishlatilganligi uchun joyi kelganda to'g'ri yo'nalishda ishlatib ko'rsatib ketamiz. Bu instrument ham ketdi. Endi keyingisi bu rasmni masalan dog'larni ketkazishga, ya'ni bu mana bu narsa, bunisini belgilab olamiz. Ko'ryapsiz, mana o'shana holatda dog'larni ketkazish uchun ishlatilishi mumkin. Bu yigitda unaqa dog' yo'q ekan, uncha ko'p emas ekan, o'shaning uchun uncha bilinmayapti. Mana e'tibor beryapsiz, mana bitta knopkani bosib dog'larni ketkazishingiz mumkin. Endi bu ketdi. Mana bu yerda bundan boshqa nimalari ham bor, holatlari ham bor. O'sha bemalol o'rganayotgan holatingizda o'zingiz foydalanib o'rganib ketasiz. Alt tugmasini bosgan holatda o'sha joydan kopировать qiladi, moslashtiradi. Mana shu joyda rangini, masalan mana bu yerga belgilayman men. Mana shu joyda rangini mana bu yerga moslashtir desak, plus bosib, alt tugmasini bosib bir marta bosamiz shu yerga, keyin bu yoqqa olib kelib bitta bosadigan bo'lsak, mana shu joyda rangini moslashtirib qo'yib ketyapti o'ziga. Xuddi shu holatda ishlatiladi. Qolganlari ham xuddi shunga o'xshash. Bunisi esa mana bunaqa kesib olib, mana bu joyda rangini moslashtirish uchun. Mana bu joyni olamiz, mana bu yerga olsak, mana o'sha mana bu yerdagi rangni bu yoqqa moslashtiradi. O'zi avtomatik moslashtiradi. O'sha joy masalan belgilagan joyimizda o'zi kesib olib qo'ymaydi. Endi bunisi ham ketdi. Endi bu bittasi oqartirish uchun, ya'ni mana bu lupa ko'rinishda oqartirish uchun ishlatiladi. Sochlarga nisbatan ishlatilishi mumkin. Vaziyatga qarab ishlatilib ketiladi. Keyingisi esa qoraytirish uchun ishlatiladi. Sochlarni qoraytirmoqchi bo'lsangiz, mana xuddi shunday foydalanib ishlatishingiz mumkin. Ancha farq bor, katta qorayib qoldi. Bunisi sal bunaqa ko'p ishlatmayman, to'g'risi. Mana bunaqa ranglarni o'zgartirib qanaqadir holatlarda ishlatiladi. Mana bu esa rasmlarni kesib olish uchun ishlatiladi. Bu lasso element instrumenti L harfi bilan belgilanadi va demak mana bunday belgilab, ya'ni bu magnitli holatda turganligi uchun tez-tez belgilab ketsangiz bo'ladi. Vaziyatga qarab. Backspace tugmasini bossangiz orqaga qaytib, masalan, sizga qayerdir mana bu o'tib ketdimi?
o'tib ketdi. Backspace tugmasini bosib orqaga qayta olsangiz bo'ladi. Keyin probelda bosib mana holatda barmoq qo'lda shaklini chiqarib, panjani shaklini chiqarib, sekin yana o'shanaqa mana hozir qayshayib ketyaptimi? Noto'g'ri ketdimi? Demak, backspace'da bosib orqaga qayta olsak bo'ladi. O'zingiz nuqta bilan sichqonchani chap tugmasi bilan bosib ham belgilab ketishingiz mumkin. Demak, mana shu holatda kesib olib ishlasak bo'ladi. Hozir buni prosta biz instrumentlar haqida tanishtirganligimiz uchun tez tushuntirib o'rgatib ketyapmiz. Masalan, Ctrl K va Ctrl V ni bosadigan bo'lsak, mana bunaqa o'zi sochini boshini olib qo'yish mumkin. Qo'y tugmasini bosib qo'yamiz. Shunaqa holatda ishlatiladi. Bu ham ketdi. Keyingi instrumentimiz bu qolgan instrumentlar ham xuddi shunaqa. Bu faqat belgilab kesib olsangiz bo'ladi. Buni to'rtburchak yoki to'g'ri burchakli qilib kessangiz yoki to'g'ri chiziqli ishlanadi bu instrument. Keyingisi esa mana bu Lawson instrumenti keyingisi bu sichqonchani chap tugmasini bosib turgan holatda o'zingizga kerak nuqtani kerak joyda belgilab olasiz va o'sha joyda sizga kesib olib berishi mumkin. To'g'ri bergan bo'lsangiz mana shu belgilagan joyimiz kesib olib berdi. Bu ham ketdi. Endi keyingisi instrumentimiz bu pipetkin instrumenti. Undan oldinda ya'ni W instrumenti turibdi. W instrumenti. W ni bosadigan bo'lsak, demak, mana shunaqa qilib rasmlarni belgilab olasiz umumiy. Bu bir-biriga yaqin ranglar bo'lganda juda ham qo'l keladi sizga. Orqa foni agar oq bo'lib turmaganda qiynalardingiz, lekin orqa foni oq bo'lganligi uchun juda oson tez kesib olyapmiz. Ctrl K, Ctrl V. Xuddi shu holatda ishlatilib ketadi. Darslarimiz davomida bo'ladi, mukammal foydalanib ishlatib o'rgatamiz. Bu sizga juda ham oson bo'ladi. Mana bu holatda yaqinlashtirib, plus tugmasi, minus tugmasini mana bu tepada instrumentlari bor. Bu yoqdan qaysini o'zgartirsangiz, tepada funksiyalari o'zgarib ketadi. Buni funksiyani bu instrumentniki mana bu funksiyalari bor. Buni boshqa funksiyasi bor. Hammasini o'zining funksiyasi tepaga e'tibor bersangiz o'zgarib ketyapti. Demak, keyingisi mana bu instrument belgilab oldik. Keyin Ctrl K, Ctrl V ni bosdik va o'sha ustiga sazat qildi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu holatda ikkinchi rasmni ajratib oldik. Endi bizga nima kerak yana? Bu masalan mana shu kiyimni rangini o'zgartirish uchun ham mana shu instrumentdan foydalansangiz bo'ladi. Kerak joyini belgilaysiz. Bu endi keyinchalik o'tiladigan darslarda yaxshilab tushuntirib ketamiz. O'sha belgilagan joyingizda Ctrl U tugmasini bosgan holatda mana bunaqa qilib ranglarni o'zgartirsangiz bo'ladi. O'zingizga kerak bo'ladigan, masalan, qizilmi, o'zingizga qanaqa kiyimlar yarashishini ham shu joydan bemalol bitta rangli kiyim tanlab, ranglarni o'zgartirib ko'rsangiz, o'zingizga model yaratib olishingiz mumkin. Bunaqa rang yoqadimi, yashilmi, ko'kmi, qizilmi, u o'zingizga bog'liq. Xohlang ochroq, xohlang to'qroq. U mana shunaqa holatlarda foydalansangiz ham bo'ladi. Demak, keyingi instrumentimiz bu nima ekan? Pipetka ekan. Bu o'zingizga kerak rangni belgilab olasiz. E'tibor bersangiz, mana bu yerda o'zgaryapti. To'rtburchak tepadagi katakchasi. Mana bu rang, hozir bu rang oq. Sochning rangi, umuman o'zingizga kerak rangni belgilab olasiz. Mana bu pipetkaning keyingi instrumenti bu, e'tibor bersangiz, mana bitta knopkani bosdim. Mana bu yerdan smekda, RGB'da holatlarini, ranglarini ko'rsatib beryapti. Mana bu oqni bosadigan bo'lsa, e'tibor bersangiz, oqda mana 255, 255, 255 chiqaryapti. Bu oq rangda RGB holatdagi ko'rinishini chiqarib beryapti. Demak, mana shunday holatda ishlatiladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana bu bosmoqchi edik. Keyingisi B harfi bilan bo'ladi. Bu B instrumenti kist deyiladi. Endi kist, ya'ni bu juda ham ko'p ishlatiladi. Endi o'zini joyiga qarab ishlatiladi hammasi. Hammasini o'zining o'rni bor. O'zingizga kerak ranglarni, masalan, belgilab, qora belgilasangiz, qora rang. O'ng tugmani bo'lsangiz, mana bu yerda har xil buni holatlari chiqadi. O'sha holatlarda ishlatib ketsangiz ham bo'ladi. Fon berishlarda, har xil holatlarda ishlatiladi bu. Vaziyatga qarab ishlatasiz. Endi keyingisi karandash.
Bu men chizib belgilab qanaqadir holatlarda ko'zlar chizish uchun mana bunaqa ko'zga men kipriklar chizish uchun ishlatishingiz mumkin. Har xil holatlarda mana xuddi ruchkada qalamda chizganda chizishingiz mumkin bunda. Bu instrumentlar ham xuddi shunga o'xshash. Keyingisi shtamp. Shtampga o'tamiz. Bu shtamp esa men e'tibor bersangiz, mana bu rasm belgilaganmiz va bizlar S tugmasini bosib shtampni tanlab oldik. Alt tugmasini bosgan holatda o'sha belgilagan joyimizda mana dumaloq strilga o'zgaryapti, snayperdagiga o'xshab o'zgaryapti va buni bir marta alt tugmasini bosgan holatda sichqonchani chap tugmasini bir marta bosamiz va bu yoqqa o'zgartirish, e'tibor bersak, уже ko'rsatyapti bizga. Photoshopdagi oxirgi versiyalarda mana shunaqa ko'rsatadi, lekin Photoshop 8 oldingi versiyalarda bu ko'rsatmasligi mumkin. Ya'ni buni qulayliklari ham mana shulardan bittasi. E'tibor bersangiz, mana sichqonchani chap tugmasini qo'yib yubormasdan bosib turgan holatda chizyapman. Bu xuddi o'sha narsani o'zini copyright qilyapti. Nima bo'lsa o'shani o'zini copyright qiladi. Yana alt tugmasini bosgan holatda bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, bu yoqqa ham xuddi shunday copyright qiladi. Juda ham yaxshi instrumentlar bor. Bu instrument endi faqat bu holatda emas, balkim bu bolani yana bitta endi sal qo'rqinchliroq vaziyatga keltiramiz. Alt tugmasini bosamiz va ko'zini belgilaymiz. Sloy bo'limiga o'taman, sloy bo'limiga o'taman. Buni yanada qo'rqinchliroq ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Mana qilib sal g'alatiroq holat bo'ldi-ku, lekin shunaqa ishlar qilsangiz ham bo'ladi. Keyingisi instrumentlarimizdan keyingisi, demak, shtamp instrumenti bilan tanishib chiqdik. Keyingisi bu o'chirg'ich, ya'ni kerak emas, o'zingizga kerak emas joyda belgilaymiz va Y tugmasini bosib, bir marta bossak, mana o'chirib tashlaydi. Ranglari qancha bir-biriga yaqin bo'lsa, o'sha ranglarni o'chiradi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, hamma joyini bir xil o'chirmadi, chunki ba'zi ranglar, bu ranglar sal ochiqroq, bu yoq o'chirgan joyim, belgilagan joyim sal to'qroq. Bu narsani ko'paytirish, kamaytirish esa mana bu yerdan 50 dopust deyilgan joyga 50 emas, 20 yozsak, masalan, sal kamroq joy o'chiradi. Masalan, 100 yozadigan bo'lsak, yanada ko'proq joy o'chirib yuboradi. E'tibor bersak, bir-biriga yaqin ranglarni tanlab o'chiradi. Demak, bu narsani ham tushundik, o'chirgichni, ya'ni buni belgilab o'chiradiganlari bor. O'sha sichqonchani chap tugmasini bosib o'chirib ketsangiz bo'ladi. Bu ham ketdi. Keyingisi bu gradient zalivka, mana anaqa bersak, bemalol zalivka bersak, o'zi qora rang berib, xohlagan rangimizni zalivka qilib beraversak bo'ladi. Keyingisi mana bu gradientlar bilan ishlasak ham bo'ladi mana bu holatda. Bu hozir umuman to'liq mana shu nimaga, mana shu nima sloyga beraverdik. Sloy emas, polni mana shu obyektni o'ziga berildi. Ya'ni bu narsani masalan faqat mana buni o'ziga bermoqchi bo'lsak, bitta sloy ochib olamiz. O'sha sloyga mana shu gradient G tanlaymiz va beraveramiz. Bu narsani alt tugmasini bosgan holatda aynan mana shunga kerak, mana shu rasmga kerak bo'lsa, shu rasmning ustiga shunday olib kelamiz. Strilka ko'rsatadi mana. Shu holatga o'tdi. Endi buni agar bu narsani biz mana bunaqa o'zgartirganda qimirlab ketmasligini xohlasak, mana shu tugmachani bosib qulflab qo'yamiz va bemalol o'zimizga kerak joyga o'tkazishimiz mumkin. E'tibor bersangiz, bu rang o'zgaryapti. Hozir buni aniqlashtirishimiz uchun G tugmasini bosamiz va o'tkirroq rang tanlaymiz. O'tkirroq rang tanlaymiz va buni qo'yadigan bo'lsak, e'tibor bersangiz, endi tak ranglari o'zgarib ketyapti. Chunki gradient tepaga gradient berilgan va bu gradient o'zi mana shu holatda egallab turibdi. To'liq obyekt egallab turganligi uchun mana bu rasmda qancha o'zgartirsak biz
o'shanga qarab o'zgaryapti va bu narsani bu gradientni mana shu rasmni ichiga joylashtirib qo'ydik. Xuddi shunaqa holda foydalansa bo'ladi. Hali bu instrumentlardan ham ko'p foydalanamiz. Mana bu o'chirib qo'yamiz. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi harflar. Bu harflar ham ya'ni tekst bo'limi ham juda ham kerak. Masalan, o'zimizga kerakli qilib birinchi shakllantirib olsak, tekst qora rang qilaylik. Qora rang bu yoqda bor bo'lgani uchun qizil rang qilaveramiz. O'lchamini sal kattaroq qo'ysak bo'lar ekan. Masalan, my dear .uz desak, xuddi shu holatda mana shu rasmni yozuvda biz xohlagan holatda o'zgartirsak bo'ladi. Yozuvlar bilan ham juda ko'p dizaynlar qilsa bo'ladi. Asosan yozuvlar bilan brendlar yaratsangiz bo'ladi. Mana ko'rsangiz, gorizontalniy, vertikalniy, ya'ni bu hozir vertikalniy holatda yozishingiz ham mumkin. Bu bir usuli. Keyin yana bitta instrumentimizda mana tagida yana bor. Enter tugmasini bossak, mana holatda belgilab qo'yadi. E'tibor bersangiz, mana shu yerda o'zini kesib oldi. Har xil holatda ishlatsangiz bo'ladi. Buni ham keyinchalik ko'ramiz. Prosta mana shu instrumentlar borligini ko'rsatib, sizda tushuncha hosil bo'lish uchun instrumentlar haqida ma'lumot berib o'tib ketyapmiz. Mana qilib to'g'rilab qo'yamiz va keyingisi bu instrumentingiz esa o'zimizga kerak joylarni kesib olishimiz uchun ishlatiladi. Mana shunday qilib o'z dumaloqcha chiqyapti. E'tibor bersangiz, o'sha dumaloq chiqqan payti birlashadi va Ctrl X tugmasini mana bu kontur bo'limiga o'tamiz. Videolik bo'limi bo'lsam, 0 ni bossak, 0 holatda erase qilib kesib olsak bo'ladi. Ya'ni mana bu rasm belgilaymiz. Sloyda qayer belgilab turilgan bo'lsa, o'sha joy bo'yicha ishlanadi. Ya'ni kesib olish kerak bo'lsa, o'sha joyga kesib olinadi. Mana e'tibor bersangiz, mana bularni kesib oldik. Xuddi shu holatda ishlatiladi. Bu hozir instrumentlar haqida qisqacha tanishdik. Bu instrumentlarni endi asosiy ish jarayonida to'liqroq, endi professionalni o'rganib ketamiz. Buni to'g'risi bunaqa tushuntirishlar o'zimga ham yoqmaydi. Tez-tez o'tib ketdim. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi darslardan Xudo xohlasa qolgan instrumentlarni ham ko'proq, tezroq tushuntirib o'tishga, chiroyliroq tushuntirishga, ya'ni kreativ yondashishga harakat qilamiz ishlar bo'yicha.